Jahon chempionati 2026 Angliya Norvegiyani qo'shimcha bo'limlarda mag'lub etib yarim finalga yo'l oldi. Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining chorak finalida Norvegiyani qo'shimcha bo'limlardan so'ng 2-1 hisobida mag'lub etib yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Uchrashuv AQShning Mayami shahrida Hard Rock stadionida bo'lib o'tdi. Angliya safida Jude Bellingham 47-daqiqa va 93-daqiqalarda gol urib dubl qayd etdi. Norvegiyaning yagona goliga esa 36-daqiqada Andres Sheldrap mualliflik qildi. Shu tariqa Thomas Tuchel shogirdlari musobaqaning yarim finaliga yo'l oldi. Endi Angliya Argentina Shveysariya juftligi g'olibiga qarshi maydonga tushadi. Ma'lumot uchun Norvegiya chorak finalga qadar Braziliyani 2-1 hisobida mag'lub etgan bo'lsa, Angliya nimchorak finalda mezbon Meksikani 3-2 hisobida taslim etgan edi. Qayd etish lozim, angliyaliklar O'zbekiston terma jamoasini 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratib, guruhdan chiqqan Kongo Demokratik Respublikasini ham 2-1 hisobida mag'lub etgandi. O'sha o'yinda angliyaliklar juda ham qiynalib g'alabani qo'lga kiritgandi. Ya'ni oxirgi daqiqalarda, ya'ni 70-80-daqiqalarda ular ikkita golni kirita olishgandi. O'zbekiston terma jamoasi ham albatta Kongo kabi keyingi turnirlarda yaxshi darajada qatnasha oladi degan umiddamiz. Chunki bu turnir O'zbekiston terma jamoasiga ulkan tajriba berdi va keyingi musobaqalar uchun katta zamin yaratadi. Jahon chempionatining chorak final bosqichidan o'rin olgan Argentina va Shveysariya milliy jamoalari to'qnashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Kansas City shahridagi Arrowhead stadionida bo'lib o'tgan murosasiz bahsda Janubiy Amerikaliklar 3-1 hisobida zafar quchib, navbatdagi bosqich masalasini hal qildi. Uchrashuv argentinaliklarning faolligi bilan boshlandi va bu o'z natijasini uzoq kuttirmadi. O'yinning 10-daqiqasidayoq Alexis McAllister hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng xotirjamlikka berilgan amaldagi chempionlar 67-daqiqaga kelib o'z darvozalaridan to'p o'tkazib yubordi. Dan Doy muvozanatni tikladi. Uchrashuvning asosiy vaqtida boshqa gol urilmadi. 1-1 va jamoalar qo'shimcha taymlarga yo'l oldi. Qo'shimcha 30 daqiqalikda tashabbusni to'liq o'z qo'liga olgan Argentina o'zining haqiqiy kuchini ko'rsatdi. Dastlab 1112-daqiqada Julian Alvarez jamoasining ikkinchi golini kiritgan bo'lsa, uchrashuvning so'nggi soniyalarida 120+1-daqiqada Lautaro Martinez yakuniy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa Shveysariya milliy jamoasi uchun joriy mundial o'z nihoyasiga yetdi. Yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritgan Argentina esa endi chorak finalda Norvegiyani turnirdan chiqarib yuborgan Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu o'yin Toshkent vaqti bilan 15 iyuldan 16 iyulga o'tar kechasi soat 00 da bo'lib o'tishi rejalashtirilgan.